Salom hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan nokardiya bakteriyasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ushbu gram musbat bakteriyamizning dastlabki belgisi mana bu orqa fondagi daraxt. Bu daraxt shoxlanib o'sgan. Demak, bundan bilsak bo'ladi. Bu bakteriyamiz uzun shoxlangan filamentlar hosil qilib o'sishini, aynan mana shu filamentlar tufayli ham bakteriya zamburug'larga juda ham o'xshash hisoblanadi. Endi keyingi belgimiz mana bu yerda yotgan ko'k rangli mushuk. Bu mushuk bizda doimo katalaza pozitiv ekanligini anglatardi. Katalazaning vazifasi vodorod peroksidni suv va kislorodgacha parchalab berish edi. Endi 3-belgi mana bu yerda yotgan tuproqlar, sochilib yotgan tuproqlar bu bakteriyaning tabiatda tuproq tarkibida uchrashini anglatadi. Demak, bizda Clostridium guruhiga kiruvchi bakteriyalar ham tuproq tarkibida uchrardi. Faqatgina ulardan farqi, bular spora hosil qilmaydi. Clostridiumlar esa spora hosil qilardi. Endi 4-belgi mana bu obligat aerob belgisini anglatuvchi, demak havo purkagich bu bakteriyaning faqatgina kislorodli muhitda o'sishini anglatadi. Keyingi belgimiz mana bu yerda turgan NH3 belgisi, ya'ni ammoniy shishasi. Bu aynan bakteriyani ureaza pozitiv ekanligini anglatadi. Ureazaning vazifasi nima edi? Mochevenani NH3 va karbonat angidridgacha parchalab berish. Endi mana bu odamni kiyimidagi tugmalarga e'tibor beramiz. Tugmalar xuddi mana shu bakteriyamizdagi hujayra qobig'ida joylashgan mikolik kislotalarni eslatadi. Mikolik kislotalarning vazifasi nima edi? Bakteriya uchun kislotaga chidamlilik xususiyatini berish. Agar mana shu odamni qo'liga e'tibor beradigan bo'lsak, pushti rangli to'pponcha turibdi. Bu pushti rangli to'pponcha aynan bakteriyamizni Zinelson usulida bo'yaganimizda mana shu kislotaga chidamlilik xususiyatini anglatardi. Demak, Zinelson usulini sizlar bilan birinchi darsda gaplashib o'tgandik. Yana bir marta takrorlash qilib olamiz. Demak, birinchi bosqichda barcha bakteriyalarimizga karbofussin bo'yog'i bilan bo'yab, ularni mana shu bo'yoq bilan ta'sir ettirardik va barcha bakteriyalarimiz pushti rangga kirardi. Keyin esa mana shu bo'yog'i yaxshiroq qotib olishi uchun issiqlik ta'sir ettiramiz va bo'yoq yaxshilab mustahkam bo'lib joylashib olardi. Endi 3-bosqichda ularga asid alkohol, ya'ni kislota ta'sir ettirganimizda kislotaga chidamsiz bakteriyalar o'z rangini yo'qotardi. Mana bu yerda demak o'z rangini yo'qotgan bakteriyalar bu kislotaga chidamsiz bakteriyalar hisoblanadi. Endi kislotaga chidamli bakteriyalar esa o'zini mana shu rangini, pushti rangini saqlab qolardi. Endi 4-bosqichda ikkinchi rangimiz metilen blueni ta'sir ettirardik, ya'ni ko'k rangni. Ana shu vaqtda kislotaga chidamsiz bo'lgan bakteriyalarimiz ko'k rangni olardi. Endi kislotaga chidamli bakteriyalarimiz esa o'zining dastlabki, ya'ni pushti rangida qolar edi. Demak, ushbu nokardiya bakteriyamiz ham kislotaga chidamli va mana shu usul orqali bo'yab tekshirganimizda o'zining pushti rangini saqlab qolar ekan. Endi bakteriyamizni keltirib chiqaruvchi kasalliklar haqida gaplashamiz. Birinchi, mana bu odamni qo'liga e'tibor bersak, u hassa ushlab olgan, yog'ochdan bo'lgan hassa ushlab olibdi. Demak, biz bilishimiz kerak, bu asosan hassa immun sistemasi sust odamlar ekanligini anglatadi. Ya'ni turli xil immunosupressiv dorilar qabul qilish yoki organ transplantatsiyasi, mana shu organ ko'chirib o'tkazish jarayonlarini amalga oshirish natijasida immun sistemasi susaygan odamlarda mana shu bakteriyamiz kasallik keltirib chiqarar ekan. Endi keyingi belgi mana bu qo'liga e'tibor bersak, ikkinchi qo'l bilan yo'talyapti. Yo'talish bizda doimo pnevmoniya belgisi edi va ko'krak qismiga qarasak, o'q tegib, demak, yaralanish hosil qilgan. Bu aynan o'pkada turli xil bo'shliqlar hosil bo'lishini anglatadi. Bu haqida yana o'z to'liq gaplashamiz. Va keyingi belgimiz esa mana bu shlyapadagi o'q tegishi natijasida hosil bo'lgan teshik. Bu esa miyada abseslar hosil qilishini anglatadi. Demak, umumiy gaplashadigan bo'lsak, asosan immun sistemasi sust odamlarda nokardiya o'pka infeksiyalarini keltirib chiqaradi. Bu o'pka infeksiyalari mana shu yallig'lanish bilan yoki abseslar bilan, bo'shliqlar hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Shu sababli ham ba'zida bizda tuberkulyoz degan kasallik bilan chalkashtirilishi mumkin.
Endi tuberkulyozda ham mana shunday tugunlar hosil bo'lardi yoki ikkilamchi tuberkulyozni eslaydigan bo'lsak, aynan o'pkani yuqori segmentlarida bo'shliqlar hosil qilish bilan namoyon bo'lar edi. Shuning uchun ham o'pkani, demak, tasvirini ko'rganimizda birmuncha bu bakteriyalar bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni bir-biridan jift diagnoz qilish kerak, farqlash kerak. Buning uchun bizda tuberkulyozni aniqlash uchun ishlatiladigan test bor. Bu PPD testi, ya'ni teri testi. Bunda mantu sinemasi hisoblanadi. Ya'ni tuberkulyozni tashxislashda foydalanamiz. Tuberkulyozni maxsus proteinlari teri ostiga yuboriladi. Agar tuberkulyoz bilan kasallangan bo'lsa, shu proteinlarga qarshi javob reaksiya paydo bo'lib, terida qizarish yuz berishi mumkin. Agar mana shu PPD teri testi pozitiv bo'lsa, biz tuberkulyoz olamiz. Agar bu negativ bo'lsa esa nokardiya infeksiyasi haqida o'ylashimiz kerakligini anglatadi. Demak, ushbu bakteriyamiz o'pkada turli xil yallig'lanishlar, bo'shliqlar, absesslar hosil qilish bilan boradi. Mana bu bizda ko'rinib turibdiki, yallig'lanish zonasi va undan tashqari bo'shliq, yumaloq shaklda, ichkarida havo bor. Shuning uchun ham o'pka to'qimasi bilan deyarli bir xil rangda ko'rinyapti. Demak, bu tuberkulyozdagi bo'shliqlarga juda ham o'xshash yoki mana shu absesslar ham hosil qilishi mumkin. Endi mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin nokardiya bakteriyamizni miyada absess hosil qilgan ekanligini. Demak, mana bu odamni ustidagi kiyimiga e'tibor bersak, xuddi mana bu sigirni terisi kabi induratsiyalangan maydonlar bor. Mana bunday joylashgan induratsiyalangan maydonlar bor. Bu aynan mana shu bakteriyamizni immun sistemasi normal ishlayotgan odamda ham ma'lum bir travmalardan keyin agar tuproq tarkibida nokardiya mana shu travma sohasiga tushib qoladigan bo'lsa, teri infeksiyalariga sabab bo'lishi mumkin ekanligini anglatadi. Demak, ushbu rasmda ham ko'rishimiz mumkin nokardiya sababli kelib chiqqan teri infeksiyasi. Mana shu induratsiyalangan yaralanish hosil bo'ladi va mana shu yallig'lanish borligi hisobiga uni atrofida mana shunday qizarishlar paydo bo'ladi. Endi bakteriyamizni davolash qismini eslab qolish uchun mana bu tuxumlarga e'tibor beramiz. Bu tuxumlar o'zidan ma'lum bir hid ajratyapti. Bu bizda anglatadi sulfonamidlarni. Ya'ni eskirib qolgan tuxumlar o'zidan vodorod sulfid ishlab chiqarish orqali o'zidan badbo'y hid kelgani uchun mana shu vodorod sulfid tuxumlardan ajralib chiqayotgan hidni ta'minlagani uchun bu bizda bakteriyalarni sulfonamidlar bilan demak davolashimizni anglatadi. Aynan trimetropin sulfametokazol bilan davolaymiz. Demak, nokardiya bakteriyasi haqida gaplashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.